Assalomu alaykum do'stlar, salomatmisizlar? Best Doctors jamoasi tomonidan patologiya darslarini boshlaymiz. Demak do'stlar, biz bugun patologiyaga kirish qilamiz va sizlarga Rahmatulloy va Munisa tomonidan lektorlik qilib mavzuni tushuntirib beriladi. Demak, boshladik. Patologiya haqida gaplashar ekanmiz. Patologiya o'zi qanday fan? Patologiya deganda biz nimani tushunamiz? Bu haqida gaplashamiz. Patologiyaning bo'limlari haqida gaplashamiz hamda patfizning, ya'ni patologiya fiziologiyaning asosiy qismlarida bo'lgan umumiy nozologiya, kasalliklar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, davom ettiramiz. Demak, patologiya, ya'ni patos, ya'ni yunoncha so'zdan olingan bo'lib patos kasallik, logos fan ta'limot, ya'ni asosan patos deganda biz kasallikni, qiynalishni, azoblanishni tushunamiz. Endi patologiya, ya'ni bu kasallikning yuzaga kelishi, rivojlanishi hamda yakunlanishining umumiy qonuniyatlarini va mexanizmlarini o'rganadigan fan bo'lsa, bu patologik fiziologiya deyiladi. Agar patologik anatomiya degan bo'lsa, qaysi organdagi, ya'ni hujayraviy mexanizmdagi patologik jarayonlarni o'rganadi. Xo'p, endi biz avvalambor darsda to'g'ridan-to'g'ri patfizga kirish qilib ketamiz. Patfiz va patanatga kirish qilamiz. Ya'niki biz patanatni o'zini kirishini yoki patfizni, ya'ni patologik fiziologiyani o'zini kirish qilmaymiz, chunki tushunmay qolishlaringiz mumkin. O'shaning uchun ikkovini birdaniga kirish qilib ketamiz. Demak, davom ettiramiz. Patologiya fanining o'rganish predmeti bu kasallik hisoblanadi yoki kasal organizm. Ya'ni aytyapmizki, biz patologiya bu kasallik, qiynalish, azoblanish haqidagi ta'limot deyapmiz. Bu o'z-o'zidan keladiki, bu kasallikning asosiy mexanizmi, ya'ni kasallikni o'rganamiz deb aytamiz. Va asosan kasallikning, ya'ni har qanday faktor kasallikning yuzaga kelishi, u qanday qilib keldi? Orttirildimi, tug'ma bo'ldimi yoki qanaqadir hayot davomida paydo bo'ldimi? Rivojlanishi qanday rivojlandi? Qancha muddat davomida rivojlandi? Rivojlanish davomida qanday jarayonlarni, qanday belgilarni namoyon qildi? Va yakunlanishi butunlay sog'ayib ketdimi organizm yoki masalan yara yoki chandiq hosil bo'ldimi yoki surunkali shaklga o'tdimi yoki organizm sog'aymasdan nobud bo'ldimi? Xullas, bu patologiyaning asosiy vazifalari desak ham to'g'riroq bo'ladi. Demak, biz patologiya deganda kasallikning yuzaga kelishi. Masalan, birgina gastrit deymizmi? Masalan, gastrit deb ayta qolaylik. Gastrit qanday yuzaga kelishi mumkin? Masalan, talabalarda juda ko'p miqdorda masalan och qolganda yoki noto'g'ri ovqat yeganda yoki masalan dori moddalari, misol uchun aspirin. Bu haqida xususiy patologiya gaplashamiz. Men sizlarga tushunishlaringiz uchun sodda tilni tushuntirmoqchiman. Masalan, yuzaga kelish aytdik ochlikda, aspirin dorilar natijasi yoki kun tartibining buzilishi natijasida bo'lishi mumkin, ya'ni ovqatlanish tartibining buzilishi. Demak, bu yuzaga kelishi, rivojlanishi. Endi xo'p, gastrit qanday rivojlanishi mumkin? Masalan, shilliq qavatning bariy funksiyasining buzilishi, xolos hokazo bo'lib davom etib ketadi. Va yakunlanishi. Gastrit qanday yakunlanishi mumkin? Bu xo'p, davom etsa, vaqtida demak, muolaja ko'rsatilmasa, o'sma ko'rinishda bo'lishi mumkin. Yoki masalan muntazam ravishda dorilarni iste'mol qilish, masalan parhez amal qilib biroz sog'ayishi mumkin yoki surunkali gastrit holga o'tishi mumkin ekan. Davom etamiz. Endi patologiyani klassifikatsiya qilib olamiz yuqorida aytganimizdek. Demak, patologik anatomiya hamda patologik fiziologiyadan tashkil topgan bo'ladi. Patologik anatomiya, ya'ni patos, kasallik, qiynalish dedik va anatomiya. Ko'pchilik anatomik jihatdan deb o'ylaydi. Bu gistologik, ya'ni hujayraviy tuzilish jihatdan patologik buzilishlarni, ya'ni organizmni hujayraviy jihatdan buzilishlarni o'rganadi.
Patologik fiziologiyachi organizmdagi fiziologik jarayonlar natijasida ana shu fiziologik jarayonlarda buzilishlar paydo bo'lishi. Ya'ni u buzilishlarning qanday mexanizmda ketishlari bo'lsa, bu patologik fiziologiya o'rganadi. Endi ikkovini ham xususiy va umumiyga bo'lib olamiz. Xususiy va umumiy. Xususiy, umumiyga va xususiy bo'lib olamiz. Patologik fiziologiya ham xuddi shunday umumiy va xususiy patologik fiziologiya bo'lib olamiz. Xo'p, umumiy patologik fiziologiya haqida gaplashar ekanmiz. Umumiy nozologiyani bilishimiz kerak, etiologiyani bilishimiz kerak hamda patogeniz va sanogenizlarni bilishimiz kerak. Xo'p, bular qanday atamalar? Xo'p, umumiy nozologiya, ya'ni nozos degani bu kasallik degani. Ya'ni kasallik umumiy kasallik haqidagi bo'lsa, umumiy nozologiya deyiladi. Xo'p, etiologiya, etos degani sabab. Masalan, tasavvur qiling, men yuqorida gastrit haqida gaplashdim. Gastritning etiologiyasi nima degan bo'lsa, siz aytasiz, talabalarni masalan noto'g'ri ovqatlanishi yoki dori vositalari natijasida yoki kun tartibining oziqlanishining buzilishi natijasida deyishingiz mumkin. Yoki masalan gripp, shamollash bo'lishi mumkin yoki masalan tasavvur qiling, bosh og'rig'i qachon kuchayishi mumkin? Masalan, stress bo'lganda yoki qanaqadir tashqi muhitdan ko'p nagruzka kelganda masalan, ana shular xullas kasallikni keltirib chiqaruvchi sabab. Bu kasallikning etiologiyasi deyiladi. Patogeniz, ya'ni pato kasallik, geniz rivojlanish, kasallikning qanday rivojlanishini o'rganishi bu patogeniz deyiladi. Sanogeniz bo'lgan bo'lsa, sanogeniz, ya'ni bu sog'ayish mexanizmlari, demak sanogeniz deyiladi. Xo'p, endi xususiy patologik fiziologiya, ya'ni alohida organlarni o'rganadi. Masalan, bu bo'lishi mumkin gastrointestinal sistema, ya'ni ovqat hazm qilish sistemasi yoki urinar trakt sistemasi, ya'ni ayrish sistemasi bo'lishi mumkin yoki nerv sistemasi bo'lishi mumkin. Xullas, hokazo bo'lib davom etib ketadi. Ya'ni alohida organ sistemalarining patologik fiziologiyasini o'rganadi. Davom etamiz. Endi xo'p, nozologiya, norma, kasallik haqidagi demak tushunchalarni, atamalarni bilishimiz kerak. Biz patologiyaga kirar ekanmiz. Demak, umumiy nozologiya, nozos degani kasallik degani do'stlar. Xo'p, logiya har doimgidek fan, ta'limot, ya'ni kasallik haqidagi ta'limot. Umumiy nozologiya, ya'ni kasallik haqidagi fan deyiladi. Xo'p, sog'lik, ya'ni sog'lik deganda biz nimani tushunamiz? Sog'lik deganda kasallik yoki fiziologik defekt mavjud bo'lmagan holda organizmning jismoniy, psixologik hamda ijtimoiy to'laqonligi hisoblanadi. Tushunarlimi? Ya'ni sog'lik deganda biz qanday tasavvur qilamiz? Kasal bo'lmasligi kerak odam yoki hech qanday fiziologik defekt bo'lmasligi kerak, ya'ni normada bo'lishi kerak va u aynan jismoniy jihatdan, psixologik jihatdan yoki ijtimoiy jihatdan to'laqon bo'lishi kerak. Nima uchun biz aytyapmiz psixologik jihatdan deyapmiz? Chunki o'sha har doim sog', masalan, nafas olish, ayirish, butun organizm sog'lom, lekin ba'zi odamlar o'zlarini introvert deyish mumkin, masalan, yoki kimdir psixologik jamiyatda, ijtimoiy jamiyatda noto'g'ri yashashi, ya'ni to'g'ri yashay olmasligi mumkin. Bu ham albatta sog'likka o'z ta'sirini ko'rsatadi. Endi davom etamiz. Norma, ya'ni grekcha so'zdan olingan bo'lib o'lchov degan ma'noni anglatadi. Xo'p, ya'ni bu ham sog'likka o'xshaydigan tushuncha, lekin bu sog'likdan biroz farq qiladi. Ya'ni bu norma bilan sog'likni birozgina farq bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki bu organizm individual tuzilgan.
Ya'ni, masalan, mening organizmimda to'g'ri gormonal jihatdan organlar sistemasi hammamizga bir-birimizga o'xshaydi yoki lekin mening normam boshqa. Masalan, mening o'rtog'imning normasi boshqa. To'g'rimi? Ya'ni hammamiz defekt bo'lmasdan sog'lom bo'lib yashashimiz mumkin, lekin normamiz har xil. Xo'p, davom etamiz. Ya'ni norma organizmning tashqi, ya'ni ayni muhit uchun adekvat optimum holati. Ya'ni mening masalan tashqi muhitga aynan optimum adekvat holatim hisoblanadi. Davom etamiz. Demak, kasallik haqida gaplashar ekanmiz. Kasallik ya'ni umumiy nozologiyaning birligi hisoblanadi. Endi kasallik deganda biz tasavvur qilishimiz mumkin alohida odamning kasallanish rivojlanishini, kasallik qanday kelib chiqishini. Xo'p, Pavlov tomonidan demak, kasallik bu himoya, kompensator hamda shikastlovchi ta'sir mexanizmlarining tanadagi immun sistemaga nisbatan kurashi. Ya'ni tasavvur qiling, bu ne deyapti? Kasallik bilan organizmda immun hujayralar o'rtasidagi kurashish. Ya'ni nima demoqchi bu bilan? Masalan, organizmga qanaqadir antigen tushdi. Antigen bu nima degani bu? Shikastlovchi ta'sir. Masalan, unga nisbatan organizmda misol uchun immunoglobulinlar shakllanishi mumkin yoki leykositlar, T leykositlar yoki B limfositlar, masalan, limfositlar shakllanib himoya bajaradi. Ya'ni nima demoqchi? Himoya bilan shikastlovchi ta'sir mexanizm o'rtasidagi jang deb bizga chiroyli qilib Pavlov ta'riflab bergan ekan. Xo'p, davom etamiz. Endi patologik reaksiya, patologik holat haqida gaplashamiz. Patologik reaksiya, ya'ni organizmning yoki biror sistemasining buzilgan ta'siriga noadekvat biologik maqsadisiz ta'siri. Nima demoqchi bu bilan? Xo'p, tasavvur qiling, qizlar. Oshxonada edingiz va siz olma to'g'ramoqchi edingiz. Bexosa qo'lingizni kesib oldingiz. Ya'ni bu yerda hozir pichoq bizda shikastlovchi omil bo'lyapti va pichoq bizni qo'limizni kesganda, xo'p, o'sha teri qavati masalan shikastlanadi, to'g'rimi? Teri qavati shikastlanadi. Endi ana shu teri qavati shikastlanganda organizmda himoya kompensator reaksiyalar amalga oshib, ana shu yerga darrov leykositlar, asosan limfositlar, ya'ni limfositlar keladi. Endi bu nima degani? Xo'p, tashqi muhit muntazam ravishda antigenlar bilan bog'langan, to'g'rimi? Endi bu shikastlovchi omil ana shu baryerning buzilishiga sabab bo'ladi. Bu nima degani? Shikastlovchi omil buzdi va bu sohaga aynan leykositlardan masalan neytrofillar keladi. Masalan, pichoqni qo'lingizga kesib yuborgan paytingiz qon chiqa boshlaydi, shundaymi? Ya'ni ana shu qonda tarkibida o'zida neytrofillar bo'ladi. Masalan, har doim shikastlangan sohalarga ko'pincha neytrofillar keladi. Endi neytrofillar keladi va bu yerdagi antigen mikroblarni nobud qiladi. Va o'zlari ham modomiki nobud bo'ladi. Nobud bo'lgan neytrofillar mana shu yerda nimani hosil qiladi? Yiringni hosil qiladi. Mana yiring to'planadi. Ya'ni patologik reaksiya biror sistemaning buzilgan ta'siriga noadekvat javobi. Ya'ni neytrofillar yiring hosil qilib javob qaytaryapti. Immun sistema tomonidan javob qaytarilyapti. Davom etamiz. Xo'p, keyingi atamamiz bu tipik patologik jarayon. Ya'ni nima degani bu? Etiologik omil turidan kelib chiqish joyidan qat'iy nazar bir xil tarzda yuzaga keluvchi ma'lum qonuniyatlar asosida kechuvchi jarayonlar hisoblanadi. Tipik patologik jarayon. Ya'ni masalan tasavvur qiling, etiologik omil turlicha bo'lishi mumkin. Ya'ni xo'p, uni keltirib chiqaruvchi sababi turlicha bo'lishi mumkin. Kelib chiqish joyi ham turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, yallig'lanish deylik. Plevrit, xo'sh, pankreatit,
pankreatit yoki xolos masalan uretrit yoki pyelonefrit. Xolos, oxiri it bilan tugaydigan kasalliklar bular yallig'lanish kasalliklari hisoblanadi. Xo'p, tasavvur qiling, uretrit, pyelonefrit, pankreatit, pleurit hammasi it yallig'lanish, lekin ularni xo'p kelib chiqish joyi har xilmi? Uretrit masalan uretrada, pleurit masalan plevrada, pankreatit ya'ni oshqozon usti bezida, pyelonefrit buyrakning kosachalarida, ya'ni kelib chiqish joyi har xil. Etiologik omil ham turlicha, ya'ni masalan pyelonefrit boshqa etiologik omil natijasi yoki plevrit ham boshqa bir kasallik sababi, ya'ni etiologik omil natijasida bo'lishi mumkin. Lekin hammasida yallig'lanish mexanizmi bir xil ketadi. Joyi qat'iy nazar keltirib chiqaruvchi omil qat'iy nazar, lekin bir xil mexanizmda ketadi. Yoki isitma yoki masalan bunga gipoksiya deyishimiz mumkin yoki ishemiya holatlarini ham misol keltirishimiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Endi esa umumiy etiologiya haqida gaplashamiz. Umumiy etiologiya, ya'ni kasallik sababi va kelib chiqishdan ahamiyatga ega bo'lgan shart-sharoitlar haqidagi ta'limot. Demak, etiologiya, ya'ni etios nima degani bu? Kelib chiqish, sabab degani. Kasallik etiologiyasi paranday bo'ladi deydi. Ya'ni nima degani bu? Kasallikning etiologiyasi, ya'ni kelib chiqishi, kasallikning kelib chiqishi shunday bo'ladi deyish mumkin. Ya'ni nima degani bu? Kasallikning sababi ma'lum shart-sharoitlarda organizmga ta'sir etgan omilning kasallik rivojiga bergan turtkisi hisoblanadi. Demak, biz etiologiya deganda sodda qilib aytganda kasallik keltirib chiqaruvchi omil deymiz. Tushunarli bo'ldi-ya? Demak, etiologiya bu kasallik keltirib chiqaruvchi omil. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, etiologiya haqida gaplashar ekanmiz. Xo'sh, etiologiyani biz tug'ma va orttirilganga bo'lib olamiz. Tug'ma, ya'ni bu genetik jihatdan bo'lishi mumkin. Genetik jihatdan, ya'ni ota-onasidan o'tgan bo'lishi mumkin. Orttirilgan bo'lsa, masalan, tasavvur qiling. Xo'p, barchamiz masalan, kasallik masalan issiq jon isitmasi bor deydi. Ya'ni nima degani bu? Hayotimiz davomida ma'lum bir kasalliklarga chalinamiz. Garib bo'lamiz, shamollaymiz yoki xo'sh, endi hamma sog'lom bo'lsinki, masalan, pankreatit bo'lishi mumkin, gastrit bo'lishi mumkin yoki boshqa bir organ kasalligi, masalan, ateroskleroz bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Hayot davomida orttirilgan kasallik. Biz dastavval sog'lom bo'lib tug'ildik va orttirilgan bo'ldi. Endi, xo'p, ana shu orttirilgan davomida ham infeksion bo'lishi mumkin yoki no-infeksion bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, bundan tashqari etiologik omillar haqida gaplashyapmiz. Bundan tashqari etiologik omillarga anatomo-topografik jihatdan ham farq qilar ekan. Masalan, kardiovaskulyar sistemasi kasalliklari, yurak bo'lishi mumkin, qon tomirlar bo'lishi mumkin masalan, yoki nafas olish respirator sistemadan o'pka ayrish, ya'ni uretradan bo'lgan bo'lsa, buyrak bo'lishi mumkin, ya'ni urinar traktdan buyrak bo'lishi mumkin yoki jigar sistemasiga bog'liq bo'lishi mumkin yoki oshqozon bo'lishi mumkin. Xullas, anatomik, topografik jihatdan kasalliklarni tushunamiz. Davom etamiz. Xo'p, endi biz aytdikki, orttirilgan kasalliklarni infeksion bo'lishi mumkin yoki no-infeksion bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, no-infeksion kasallikning rivojlanish bosqichlari. Dastavval boshlanish, ya'ni kasallik qanday boshlandi? U kasallik boshlangandan so'ng nima bo'ladi? Tarqala boshlaydi, ya'ni qo'zg'aladi. Qo'zg'algandan so'ng ma'lum bir, masalan, tasavvur qiling, kasallik boshlanyapti, tarqalyapti, mana qo'zg'aldi, ana pik nuqtaga kelgan payt qo'zg'aldi va yakunlandi. Masalan,
Xo'p, endi infeksion kasallik, ya'ni bakteriya natijasida, virus natijasida yoki zamburug'lar natijasida kelib chiqadigan kasalliklar, demak, infeksion kasalliklar deyiladi. Xo'p, infeksion kasalliklarning bosqichlari. Demak, latent bosqich, ya'ni yashirin bosqich. Masalan, bu nima degani? Tasavvur qiling, biron bir bakteriya tushdi. Bakteriya tushgan davri organizmda nima bo'lmaydi-ku? U dastavval bakteriya tushdi, organizmga ko'paya boshlaydi. Ya'ni ma'lum bir songa yetgandan so'ng organizm bu makrofaglari, demak, ya'ni mazmunida politsiyachi hujayralar darrov ularni sezib oladi. Bu esa darakchi, ya'ni prodromal bosqichdan boshlaydi. Demak, bakteriya tushdi, ma'lum bir songa ko'payib olgancha bu yashirin davr, ya'ni latent davr bo'ldi. Undan keyin u soni miqdori ortib, buni darrov bizning politsiyachi hujayralarimiz, ya'ni makrofaglar sezib oldi. Makrofaglar sezganda prodromal bosqich boshlanadi. Bu makrofaglar sezdi, xo'sh, antigen, ya'ni masalan bakteriyalarimiz, viruslarimiz ko'paydi. Viruslarning ko'payish soni ortib boryapti. Bu esa avj olish davri hisoblanadi. Ya'ni bunda kasallik belgilari paydo bo'ladi. Va yakunlanish davri, ya'ni makrofaglarimiz ularni parchalab tashlaydi yoki limfositlar. Shuningdek, kasallik rivojlanar ekan bizda ko'rinish jihatdan spetsifik belgi paydo bo'lishi mumkin yoki non-spetsifik belgi paydo bo'lishi mumkin. Xo'p, spetsifik degani aynan o'sha kasallik uchun xos bo'lgan belgi xususiyatlar. Tushunarli? Ya'ni aynan bitta o'sha belgisi bo'lishi kerakki, demak siz u belgiga qarab darrov tashxis qo'yishingiz kerak. Non-spetsifik degani barcha kasalliklarda umumiy uchraydigan belgilar. Xo'p, non-spetsifik belgilarga isitma, yallig'lanish, qizarish, og'riq, shish, ya'ni edemalar misol bo'ladi. Demak, bu non-spetsifik belgilar. Spetsifik belgilar aytganimizdek, faqatgina o'sha organ uchun xos bo'lgan og'riq. Masalan, pankreatit. Pankreatitda ana shu holsizlanish, charchash, masalan, yoki ovqat qayt qilish, ya'ni dispeptik sindromlar paydo bo'lishi mumkin pankreatitda. Lekin aynan masalan og'riq ham bo'ladi. Og'riqdan chap sohada belbog'simon sohada og'riqning paydo bo'lishi, demak, sizga shunday belgi beradiki, demak, chap sohada, o'sha sohada belbog'simon og'riq. Demak, biz buni pankreatit deb shubha qilyapmiz deyishingiz mumkin. Aynan bu spetsifik belgisi. Xo'p, davom etamiz. Mana demak, kasallikka chalinibdi. Kasallik chalingan payt mana antigenlar va organizmda ularga nisbatan o'zimizning hujayralarimizding javob reaksiyalar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Xo'p, endi etiologik faktorlar, ya'ni keltirib chiqaruvchi faktorlar haqida gaplashamiz. Etiologik faktorlar demak ikkiga bo'linadi. Ekzogen etiologik faktorlar va endogen etiologik faktorlarga bo'linar ekan. Xo'p, ekzogen, ya'ni tashqi muhit etiologik faktorlari. Bularga fizik, biologik, kimyoviy, psixik yoki so'z orqali ijtimoiy bo'lishi mumkin. Ya'ni nima demoqchi? Xo'p, fizik yuqori harorat, yuqori bosim natijasida yoki radiatsiya nurlari natijasida bo'lishi mumkin. Bu fizikka kirdi. Xo'p, biologika ilon chaqishi masalan yoki bakteriya natijasida yoki virus natijasida yoki zamburug'lar natijasida kelib chiqadigan etiologik omillar. Xo'p, kimyoviy kuchli va kuchsiz ishqorlar, kislotalar, asoslar natijasida bo'lishi mumkin. Masalan, yoshlar orasida o'sha balog'atga yetish davrida ma'lum bir ijtimoiy omil ta'sir qiladi, shikastlash ta'sir qilib, ko'pincha oksiz, ya'ni sirka kislotasi ichib o'zini o'ldirishga urinishadi. Endi bu oksiz, ya'ni sirka kislotasi nima? Bu kimyoviy modda, kuchli kislota tabiatiga ega. O'sha hamma og'iz bo'shlig'ini, hamma organlarni kuydirib yuboradi. Bu demak etiologik omil nima bo'lyapti? Sirka kislotasi, ya'ni oksiz bo'lyapti. Xo'p, ijtimoiy dedik. Ijtimoiy omillar. Ba'zi kishilar borki, masalan, tashqi muhit omillariga moslashish qiyinroq bo'ladi.
ya'ni ijtimoiy omillar bo'lishi mumkin. Yoki masalan ijtimoiy omillarda odamlarning tana tuzilishi bo'yicha masalan normastenik, ya'ni ko'krak qafasi tanasi bir xil tuzilishdagi yoki asentrik, ya'ni ozg'in kishilar bo'lishi mumkin yoki giperstenik bo'lishi mumkin. Ya'ni semizroq, to'lachak kishilarni giperstenik deymiz. Endi masalan asentriklarda o'ziga xos kasallik bo'lishi mumkin. Faqatgina masalan ular ko'proq uchraydi. Gastrit kasalliklari. Agar giperstenik, ya'ni ko'proq semiz, gavdali, to'laqonli bo'lgan bo'lsa, gipersteniklarda ko'pincha ateroskleroz, ya'ni qon tomir kasalliklari ko'proq uchraydi. Demak, bu ijtimoiy omillar. Davom etamiz. Endi endogin omillar haqida gaplashamiz. Endogin omillar, ya'ni ichki omillar. Gen mutatsiyasi, genom mutatsiyasi, xromosom mutatsiyalari natijasida kelib chiqishi mumkin. Va endi men aytgan giperstenik, asteniklar hamda normasteniklarni, ya'ni odam tana tuzilishining konstitutsiya qismlari endogin omillarga misol bo'ladi. Men sizlarga yuqorida ijtimoiy omillar natijasida qanday endogin omillarni kelib chiqarishini bo'yi tushuntirib bergan edim. Xo'p, davom etamiz. Endi kasallikning xavf omili yoki siz bularni ba'zi manbalarda risk omili deb ham eshitgansiz. Endi kasallikning xavf omili, ya'ni populyatsiya tarkibida bor ma'lum kasallikka chalinishini oshiruvchi faktorlar yig'indisi hisoblanadi. Masalan, tasavvur qiling, ateroskleroz kasalligi. Ya'ni, masalan, mana buni qon tomiri tasavvur qilsak, mana qon tomiri deb tasavvur qilsak, ana shu qon tomiriga lipidlarni, beta lipoproteinlarni masalan to'planib qolishi natijasida qon tomirda nima bo'ladi? Nayi torayib qoladi. Xo'sh, qon tomir nayidek torayib qolishini ko'rishimiz mumkin. Bu nima degani? Qon oqimida muntazam ravishda eritrotsitlar bo'ladi yoki trombosit yoki leykositlar bo'ladi. Ana shular mayda to'planib qoladimi? Natijada nima hosil qiladi? Trombositlar to'plansa, tromblarni hosil qilishi mumkin yoki eritrotsitlar mana shu sohaga urilib gemoliz bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ateroskleroz qon tomir devorini qalinlashib, uning nayning torayib qolishi. Ateroskleroz, ya'ni plazma lipid tarkibining buzilish natijasida yoki arterial gipertenziya, ya'ni yuqori arterial bosim, semizlik bo'lishi mumkin, yoshning ortishi. Ko'pincha bobo beylaringiz ateroskleroz, ya'ni ko'proq yoshi katta kishilarda ateroskleroz ko'proq uchraydi. Shuningdek, zararli odatlar, chekish bo'lishi mumkin yoki boshqa zararli odatlar, shuningdek yog'li ovqatlar, ana fast foodlar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir stress omillar natijasida kelib chiqishi mumkin ekan. Bundan tashqari, aterosklerozdan tashqari masalan qandli diabetda ham. Qandli diabet ko'pincha semiz odamlarda yoki yoshi 40 dan ortgan, yoshi katta kishilarda uchraydi. Qandli diabet, ya'ni insulinning funksiyasining buzilishi natijasida, ya'ni insulin vazifasi nima? Qonda qand miqdori, ya'ni glukozani kamaytirib berar edi. Xo'p, bundan tashqari masalan insulin ishlab chiqarilishining kamayishi yoki insulin ishlab chiqarilyapti normada, ular retseptorlarni qo'zg'ata olmayapti. Buning natijasida ham kelib chiqishi mumkin ekan. Xo'p, davom etamiz. Endi darsimizning asosiy qismlaridan biri bo'lgan patogeniz haqida gaplashamiz. Patogeniz, ya'ni patoz kasallik, azoblanish dedik. Geniz esa rivojlanish, ya'ni kasallikning rivojlanishini o'rganadi. Biz tibbiyotda patogeniz deganda kasallikning rivojlanishi, ya'ni uning kechishi hamda yakunlanish mexanizmlarini o'rganamiz. Xo'p, masalan, tasavvur qiling, bir qancha kasalliklar allergiya natijasida kelib chiqishi mumkin. Biz allergiyani o'rganish orqali aynan uni keltirib chiqaruvchi sabablarini hamda davolanishini o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Endi
Xo'p, hujayraga masalan qanaqadir enzim, viruslar masalan yoki qanaqadir faktorlar, shikastlovchi faktorlar keldi. Bu shikastlovchi faktorlar qon tomirni nima bo'ldi? Buzdi. Ya'ni qon tomirining normal faoliyati buzildi. Qon tomir normal faoliyat mana shikastlandi. Bu shikastlanish nima degani? Bu o'z-o'zidan qon tomir devoridagi shikastlanish uning normal vazifasini bajarmaydi. Normal fiziologik vazifasi bajarilmayapti. Va bu sohaga nimalar yordamga keladi? Buni tozalash uchun dendritik hujayralar yordamga keladi yoki hujayraviy immunitet, gumorrah immunitetni ta'minlaydigan vositalar, masalan, semiz hujayralar, enozofillar yoki bazofillar bo'yiga kelib o'sha sohani tozalaydi. Endi masalan, baribir allergiya natijasi bo'ldi. Allergiya, ya'ni buni allergenni asosan yo'q qilishni semiz hujayralarimiz bajaradi. Mana semiz hujayralar keladi. Semiz hujayralarimiz bajaradi. Semiz hujayralar keladi. Masalan, ko'pincha allergiya bo'lgan kishilarda bronxospazm, ya'ni bronxlar devori qisilib qolib, nafas olishga qiyinlashishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Gulchanga allergiyasi bo'ldi. U nafas havo orqali iste'mol qildi, u qon tomiriga kirdi, qon tomirini jarohatladi. Qon tomiri jarohatlanganda gistamin retseptorlar ajratadi. Masalan, o'sha allergen gistamin retseptorlari masalan jiqo mexanizmida yoki jiqoinoz mexanizm bo'yicha ishlab yoki bronxlarni silliq muskulni qisqartirib yuboradi. Natijada bronxospazm holatlarini keltirib chiqaradi. Bu fiziologiyada aytilgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari patologiya darslarida o'sha allergiya mavzusini o'tgan paytimiz batafsil gaplashib o'tamiz. Bu shunchaki sizlarga misol tariqasi kiritildi, lekin unchalik chuqur kirmadim. Chunki chuqur kirsam, buni o'zini bir 15 minut, 20 minutga ham tushuntirishga to'g'ri keladi. Lekin bugun bizning darsimiz patologiyaga kirish. Xo'p, patogenez nimalardan iborat ekan? Zararlanishdan, patologik o'zgarishlardan, gamma-stazning buzilishlaridan iborat ekan. Ya'ni patogenez zararlanish va patologik o'zgarishli jarayonlar hisoblanadi. Va u asosan patogenez gamma-stazning buzilishiga sabab bo'ladi. Xo'p, endi o'z-o'zidan nima degani bu? Himoya adaptiv reaksiya va jarayonlarni qo'zg'atadi va gamma-stazni tiklashga qaratiladi. Gamma-staz nima bu? Organizm tashqi muhit omillarining o'zgarishiga qaramasdan ichki muhitni doimiy saqlab turish, ya'ni gamma-stazni ta'minlaydi. Xo'p, adaptatsiya nima? Ya'ni moslashish deb juda ham ko'p o'qiganmiz 9-sinf, 10-sinf darsliklarida. Ya'ni tashqi muhitning o'zgaruvchan sharoitlariga nisbatan organizm va uning strukturalarining moslashishi. Adaptatsiya bu gamma-stazning davomiyligini ta'minlaydi va tashqi muhit omillari ta'sirida zararlanishni oldini oladi. Xo'p, va adaptatsiya bo'lar ekan, organizm moslashyapti. Qanday moslashadi? Kompensator mexanizmlar orqali moslashadi. U organizm o'zini nima qilmaydi-ku? Dastlab shikastlovchi omil bilan, masalan, adaptatsiya qilyapti. Organizm uni moslashga o'rganyapti va moslashish kompensator mexanizm orqali bo'lyapti. Xo'p, kompensator mexanizmlar tezkor bo'lishi mumkin yoki sekin bo'lishi mumkin. Tezkor jarayonlar dastlab masalan patogen faktor keldi. Tasavvur qiling, xo'p, masalan, hujayra normal vazifasini bajarayotgan edi bechora hujayramiz. Endi bu yerga patologik faktor keldi. Patologik faktorlarimiz keldi. Patologik faktor keyin nima qiladi? Hujayrani masalan mana bu qismni buzadimi? Gamma-staz buzildi, to'g'rimi? Ya'ni hujayrani moslashishi, ichki va tashqi muhit omillariga nisbatan bir me'yorda ushlab turishi gamma-staz buziladi. Gamma-staz buzilgandan keyin nima bo'ladi? Uni hujayralar sezadi. Masalan, o'sha allergen kelyaptiki, masalan, qon tomirda darrov hujayralar sezib, qon tomirini shikastlaydi. Bu sohaga masalan, endi bu yoqda davom etib ketadi. Gamma-staz buzildi. Boshqaruv markazi, ya'ni gamma-staz buzilgandan so'ng bu sohaga nimalar keladi?
nitrofillar, leykositlar yoki TH hujayralar, ya'ni gmoral va hujayraviy immunitetni ta'minlovchi hujayralar keladi. Va ular nima qiladi? Antigenni yo'q qilib yuboradi. Ya'ni tezkor himoya reaksiyasi amalga oshadi. Va oxiri esa gammastazini ta'minlovchi organning giperfunksiyasi bo'ladi. Bunda hajm ortmaydi, struktura ham o'zgarmaydi, faqatgina funksiyasi ortadi. Ya'ni nima degani? Xo'p, shikastlovchi omil bo'lyapti, masalan, gammastaz buzilyapti, lekin bunda hajm ham ortmayapti, struktura ham o'zgarmayapti, faqatgina ko'proq masalan nitrofillar jalb qilinib, funksiyasi ortyapti, ya'ni antigenni yo'q qiluvchi fagositor funksiyasi ortyapti. Xo'p, davom etamiz. Endi sekin rivojlanish bosqichlari haqida gaplashamiz. Xo'p. Yurak. Endi aslida yurak bunday emas, lekin men sizlarga tushunarli bo'lsin deb, masalan, yurak misol aytyapman. Xo'p, yurak ya'ni o'sha chap qorincha, chap bo'lmacha, o'ng qorincha, o'ng bo'lmacha bo'lgan bo'lsa, masalan. Xo'p. Chap qorincha sohasi masalan qon aorta bo'lib chiqadi-da, katta qonlanish doirasi masalan o'ng bo'lmachada tuyadi. Xo'p, endi tasavvur qiling, ana shu yerda stenoz bo'ldi. Ya'ni klapan ishlamadi. Masalan, yoki chap bo'lmacha bilan chap qorincha o'rtasida qanaqa klapan bordi? Mitral klapan bordi. Mitral klapan bor. Ana shu klapanda masalan stenoz bo'ldi. Ana. Ya'ni nima demoqchiman men bu bilan? Xo'p. Aorta masalan normal holatda chap qorincha aortaga 65-70 ml qonni chiqarib berardi. Endi bunda stenoz bo'ldi degani nima degani? 65 ml dan kam qon chiqdi aortaga. Endi yurak nima qiladi? Xo'p, o'zini halok qilib bo'lsa ham organlarni qon bilan ta'minlashga harakat qiladi. Ya'ni masalan bir marta qisqarib bo'shashganda 65-70 ml qon chiqarayotganda-ku, u endi tasavvur qiling 2 marta qisqarib o'sha 65-70 ml qonni chiqarib beradi aortaga, chap qorincha. Ya'ni u nima qilyapti? Ko'proq harakat qilyapti. Ko'proq harakat qilib, ko'proq ishlayapti. Nima degani bu? Giperfunksiya deyapti. Ya'ni ko'proq harakat qilib ishlayapti. Funksiyasi tezlashdi. Ya'ni 2 marta qisqargan payti 65-70 ml qonni chiqarib berdi. Xo'p, endi bu nima degani? Hujayraning gomeostazi buziladimi? Masalan, tasavvur qiling, siz dars qilish maksimalingiz masalan 8 soat, kuniga har doim 8 soat dars qilasiz. Sizda nagruska ortib masalan 12 soat dars qiling. Sizda nima bo'ladi? 12 soat dars qilish uchun tasavvur giperfunksiya bo'lasizmi? Ya'ni ko'proq yozasiz, ko'proq chizasiz, ko'proq o'qiysizmi? Masalan. Bu xo'p, giperfunksiya nima degani? Organizm buziladi. Masalan, har narsaning me'yori yaxshi. Dangasalikning me'yori yaxshi, dars qilishning ham me'yori normada. Har narsaning me'yori bor. Asalning ham ozi shirin deydi. Masalan, ana shunday. Ya'ni ko'p mehnat qilyapti, bu gomeostaz buziladi. Sizda masalan bir kun har doim muntazam ravishda 8 soat dars qilayotganingiz, bir kuni negadir o'zgarish bo'ldi, 12 soat dars qilishga majbur bo'lasiz. Bir safar shunday qilasiz, ikki safar shunday qilasiz, organizm moslashib ketsa juda ham yaxshi. Moslashib ketsa 12 soatlik darsizga o'ta o'sishingizni ta'minlaydi. Lekin ba'zi organizmlar moslasha olmaydi. Natijada nima bo'ladi? Bugunasi o'sha kishi 12 soat dars qilgan kishi dars qilgisi kelmay qoladi. Bu nima degani? Hujayra gomeostazining buzilishiga sabab bo'ladi. Keyin, xo'p, dars qilgisi kelmadi. Keyin sizga ota-onangiz keldi, "Bolam, men seni o'qityapman. Sen kelajakda shifokor bo'layapsan." Shifokor bu nima degani? Shifoni Alloh beradi, lekin sen shunchaki sababchi bo'lasan. Sen o'zingni o'ylab ol, yana o'sha har doimgidek dars qiladigan holatingga qayt bolam. Atigi masalan sen 6 yil vaqting bor, bakalavr o'qishing uchun 6 yil davomida bilimlarini egallasang, kelajakda shifo beruvchi bir sababchi bo'lasan deb o'qitadi ota-onangiz. Bu nima degani? Sizga genom aktivatsiyasi bo'lyaptimi? Ya'ni nima deyapti? Turtki omil bo'lyapti.
Xo'p, endi siz nima qildingiz? Ota-onangizni bu gap bilan ruhlandingiz. Men ota-onam ishonchini oqlashim kerak. Bo'lajak shifokorman, kishilarni davolashim kerak. Alloh bergan shifoni men yetkazishim kerak, sababchi bo'lishim kerak deb o'zingiz turtki bo'ldingiz va yana o'sha 12 soatlik dars qilishga o'rgandingiz. Endi men buni yurak misolida gaplashaman. Xo'p. Yana o'sha yurakka qaytamiz. Demak, yuragimiz gipertrofiya dastlab ko'p bala juda ham kuchli omil bo'ldi. Masalan, aytganimizdek 65-70 metr qon chiqara olmadi. Natijada u ko'proq qisqardi, ya'ni gipertrofiya bo'ldi. Gipertrofiya bo'lgandan so'ng o'z-o'ziga yurak aytyapti, to'xta, men bu kichik hajmim bilan shuncha qon chiqarmasak men gipertrofiya bo'laman deyapti. Gipertrofiya ya'ni giper ortish, trofiya oziqlanish, ya'ni hajmning ortishi bo'ladi. Hajm qachon ortadi? Yurak o'z-o'zidan kattalashib ketmaydi-ku. Yurak dastlab genom aktivatsiyasi bo'ladi, ya'ni hujayralar ko'paya boshlaydi. Oqsil sintezi ortadi va yurakda gipertrofiya, ya'ni yurak hajmining ortishiga sabab bo'ladi. Endi men sizlarga birgina yurak misoli tushuntirdim. Boshqa hujayralardan bo'lishi mumkin. Aynan eng ko'p ishlatadigan misolimiz bu yurak misolida tushuntirib o'tdim. Xo'p, davom etamiz. Endi sabab, oqibat hamda munosabatlar haqida gaplashamiz. Xo'p, sabab, oqibat va munosabat bu nima degani? Bir sabab, ya'ni etiologik omil bir qancha kasalliklarni yoki qabul qilib aytganda o'sha nozologik omillarni keltirib chiqaradi, kasalliklarni keltirib chiqaradi. Va buning bir qancha turlari bor ekan. Birinchisi bu to'g'ri chiziq. Ya'ni masalan, mana bu uylaringiz, bu universitet. Masalan, xo'p, mana bir sohada o'tyapsiz, universitetga boryapsiz. Masalanda, to'g'ri chiziq degani, ya'ni bosqich davom etadi, o'sha nimaga yetib keladi. Nuqtaga. Masalan, tasavvur qiling, moddalar almashinuvi buzildi. Moddalar almashinuvi buzilgandan so'ng nima bo'ladi? Masalan, qon tomirlarini misolga keltiraman. Moddalar almashinuvi buzildi. Va natijada qon tomir devorida Xo'p, demak, xo'sh, qon tomir devori. Mana normada qon tomir devori bor. Normada o'sha har doimgidek eritrotsitlarimiz, leukositlarimiz mana harakat qilayotgan edi. Mana trombositlarimiz. Endi xo'p, moddalar almashinuvi buzildi. Moddalar almashinuvi buzildi. Mana shikastlovchi omil keldi. Moddalar almashinuvi buzildi. Ana shikastlovchi omil keldi. Moddalar almashinuvi buzildi. Masalan, lipid, beta lipoproteinlar miqdori ortdi. Mana qon tomir devori o'tirib olyapti. Qon tomir devori o'tirib olib, xo'p, qon tomir aterosklerozini keltirib chiqaradi. Agar bu ateroskleroz yurakda bo'lsa-chi, yurak tomon bo'lsa, o'z-o'zidan nima degani? Qon tomir aterosklerozi yurakka kam qon yetib borishini ta'minlaydi. Ya'ni qon tomir devori qalinlashib, to'rayib qolyapti-ku, yurakka kam qon keldi. Yurakka kam qon keldi degani nima degani? Yurak ko'proq nagruzkada ishlayveradi. Chunki u 65-70 metr qonni chiqarib berib, organlarni qon bilan ta'minlab berish kerak. U juda ko'p ishlab o'zini oldirib qo'ydi va yurak yetishmovchiligiga sabab bo'ldi. Davom etib ketyaptidan keyin oxiri miokard infarktigacha olib kelyapti. Miokard infarktidan so'ng nima degani bu? Kardiogen shokka sabab bo'ladi. Va kardiogen shok esa o'limga sabab bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi divergensiya. Ya'ni divergensiya nima degani? Divergensiya bir hodisa bir qancha natijani keltirib chiqaradi. Ya'ni bitta etiologik omil
turli xil kasallikka sabab bo'ladi. Masalan, oshqozon osti bezi, ya'ni pankreatikda alfa, beta, delta, PPP hujayrlarimiz bor edi. Masalan, alfadan glukagon, betadan insulin, deltadan somatostatin masalan gormon ishlab chiqariladi. Xolos, ana shu oshqozon osti bezidan Langergans orolchalaridan ya'ni gormon qismidan beta hujayralarimiz bordi. Beta hujayralar nima qilardi o'zidan? Insulin ajratardi. O'zidan insulin ajratardi. Endi ana shu beta hujayralar masalan yetishmasligi, ya'ni zararlanishi mumkin. Bu nima degani? Insulin miqdorining kamayib ketishiga sabab bo'ladi. Bu birinchi tip qandli diabetga uchraydi. Insulin kamayib ketdi degani bu glyukoza miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Ana glyukoza deb tasavvur qilaylik. Glyukoza miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Xo'p, insulin miqdorining yetishmasligi bu insulinga ta'sir qiluvchi jarayonlarni buzadi. Insulin qaysi jarayonlarga ta'sir qiladi? Uglevod almashinuvi, ya'ni glyukozani miqdorini kamaytirib beradi. Qonda glyukoza miqdori ortadi insulin yetishmaganda, yoki lipidlar yoki oqsil, suv, tuz almashinuvi kislota ishqollar muvozanatining buzilishiga sabab bo'ladi insulin miqdorining yetishmasligi. Natijada qonda giperglikemiyaga sabab bo'ladi. Ya'ni glyukoza miqdori ortadi yoki ketonomiya holatlari yoki giperaminoatsidiya holatlarini keltirib chiqaradi. Endi keyingisi konvergensiya. Konvergensiya nima degani? Xo'p, endi bundan naborat. Ya'ni konvergensiyada turli jarayon va sabablar bitta oqibatni keltirib chiqaradi. Masalan, bitta oqibatimizga yallig'lanishni keltiraman. Yallig'lanishga qaysi omillar sabab bo'ladi degan bo'lsak, gistaminlar, kininlar, prostaglandinlar. Xo'p, yallig'lanishda qon tomir devorini jeqovenoz bo'ylab qon tomir devorini vazodilatatsiyasiga sabab bo'ladi. Vazodilatatsiya degan qon tomir devori kengayadi, o'sha sohaga ko'p qon keladi. Bu nima degani? Arterial giperemiyaga sabab bo'ladi. Bu mediatorlar qon tomirlarini kengaytirdi, ya'ni vazodilatatsiya. Bu natijada arteriollar qon oqimi jadallashdi va ya'ni rubor, ya'ni qizarish paydo bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, ko'pincha xo'p shamollagan yoki gripp bo'lgan yoki isitma bo'lgan kishilar yuzchalari qizil bo'ladi. Bu nima degani? Shamolladi degani nima degani? Infeksiya tushdi organizmga. Gripp bo'lsa, masalan, o'zimiz gripp meditsinada gripp, lekin xalqda shamollash deb aytamiz shunchaki. Xo'p, infeksiya tushdi. Infeksiya tushganda nima bo'ladi? Qon tomirini shikastlaydimi? Infeksiya, ya'ni qon tomir shikastlaydi. Mana qon tomir, infeksiyamiz tushdi. Mana infeksiya tushdi. Qon tomir shikastlandi. Qon tomir shikastlanganda, xo'p, bu yerda arxidon kislota unumlari bor. Arxidon kislota unumlaridan mana fosfolipaza A2 ferment ajralardi. Arxidon kislota unumlar hosil bo'lardi. Bu yerda esa prostaglandinlar hosil bo'lardi. Prostaglandin E2 yoki prostasiklinlar hosil bo'lardi. Xullas, ana shu moddalar hosil bo'lib, bular qon tomirlarini kengaytirib beradi. Ya'ni bunday emas, mana shunday bo'lishiga sabab bo'ladi. Qon tomir kengaydi degan nima degani? O'sha sohaga ko'p qon keladi. Ko'p qon kelishi, xo'p, ana shu opachalarimiz yuzida qizarishni paydo qiladi. Qonning vazifasi nima? Qonning vazifasi oziq moddalarni tashish. Oziq modda. Oziq modda bor joyda nima bo'ladi? Albatta nima bo'ladi? Aktiv energiyasi bo'ladi. Aktiv energiyasi. Xo'p, juda ko'p aktiv energiyasi nima degani? Bu issiqlikning ko'proq ajralishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ko'pincha yuzi qizargan kishilarda, shamollagan kishilarda temperatura bo'ladi. Bu demak temperatura sabab bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh, endi buzilgan halqa. Demak, konvergensiya, divergensiya, to'g'ri chiziqni ko'rdik. Keyingisi bu buzilgan halqa.
Birinchi patologik jarayon keyingilarga olib keladi. Keyingi belgilar yana qayta birinchisini paydo qiladi. Masalan, birinchi patologik jarayon, ikkinchi patologik jarayon, mana uchinchi patologik jarayon. Endi buni biz buzilgan halqa deb ataymiz. Misol keltiraman sizlarga. Yoki xavfli halqa ham deyiladi. Arterial bosim pasaydi. Mana shu yerda xullas, mana buni hop. Mana shuni arterial bosim pasaydi deb tasavvur qilamiz. Arterial bosim pasayganda nima bo'ladi? Ko'p qon yetishi kamayadi. Ya'ni qon tashish funksiyasi pasayadi. Arterial bosim pasayishi nima bo'ladi? Bosh miyaga kam qon borishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bosh miya gipoksiyasini keltirib chiqaradi. Bosh miya gipoksiyasi natijasida nima bo'ladi? Miyaga qon kam yetib boryapti. Bu qon tomir markazining faoliyati buziladi, chunki miya aytadi, to'xta, menga kam qon boryapti, meni markazim buzilyapti degandan keyin bosh miyada gipoksiya natijasida mikrosirkulyatsiya buziladi va bu o'z-o'zidan nima degani? Yana mikrosirkulyatsiyaning buzilishi arterial bosimning pasayishiga sabab bo'ladi. Demak, xulosa qilib aytamiz, arterial bosim pasaydi. Arterial bosim pasayishi bosh miya gipoksiyasini keltirib chiqaradi. Bosh miya gipoksiyasi esa qon tomir harakatining buzilishiga, qon tomir harakati buzildi, mikrosirkulyatsiyaning buzilishiga, ya'ni arterial bosimning buzilishiga sabab bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Endi buzilgan halqaga mitral klapan yetishmovchiligini misol keltiraman. Mitral klapan qayerda bo'lardi? Bu chap qorincha bilan chap bo'lmacha orasida mitral klapan bo'lardi. Va bu nima degani? Mitral klapan bu yurak yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, mana yurak, mana bu yerda mitral klapanimiz bor. Ana shu mitral klapan yetishmovchiligi bo'ldi. Ya'ni qachon bo'ladi bu? Stenoz bo'lganda, ya'ni stenoz bo'lganda, torayib qolganda mitral klapan bo'ladi. Ya'ni yurak yetishmovchiligiga sabab bo'ldi. Bu nima degani? Organizmga kam qon boradimi? Mana ujmaydan masalan 65-70 ml qon o'tayotgan edi. Endi stenoz, ya'ni torayib qolish natijasida qancha qon o'tadi? Masalan 30 bo'lishi mumkin yoki 50 bo'lishi mumkin. Xolos, shuncha millilitr qon o'tadi. Bu nima degani? Organlarga kam qon boradi. Organga kam qon boradi. Organga kam qon borishi markaziy nerv sistemasi bosh miyani qo'zg'atadi. Bosh miyani qo'zg'atadi. Bosh miyada nima chiqadi? Bosh miyada gipofizning gipotalamus gipofizning orqa tomonidan adigi gormoni, ya'ni vazopressin gormoni ajraladi. Adigi gormonining vazifasi nima? Antidiuretik gormon hisoblanadi. Ya'ni bu antidiuretik gormon diurezni kamaytirib yuborib, ya'ni siydikni, ya'ni organizmda suvning chiqishini kamaytirib yuborib, organizmda qon tomirlarida suvning yig'ilishiga sabab bo'ladi. Bu gipervolemiya, ya'ni hajmning oshishiga sabab bo'ladi. Gipervolemiya hajm oshyaptiki, yana o'sha yurakka ko'p qon nagruzka kelyaptidan keyin yana yurak yetishmovchiligining mitral klapanning yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Demak, bu ham mitral klapanda yetishmovchiligiga bog'liq ekan. Xo'p, davom etamiz. Endi sanogeniz, ya'ni sog'ayishga qaratilgan reaksiyalar, sanogeniz deyiladi. 3 xil mexanizmlar bo'ladi. Birinchisi, tezkor barqaror bo'lmagan, ya'ni tezkor barqaror bo'lmaganda himoya refleksi hisoblanadi. Masalan, tasavvur qiling, o'simchoq miya tomonidan boshqariladigan yo'tal bo'lishi mumkin yoki himoya. Masalan, kipriklarning pirpirashi bo'lishi mumkin yoki katetil aminlar miqdori ortadi, ya'ni adrenalin va noradrenalin miqdorining ortishi, qonda kortikosteroid gormonlar miqdorining ortishini misol keltirishimiz mumkin. Yoki simpatik nerv sistemasi faoliyatining ortishi giperkortikostenomiyaga sabab bo'ladi. Yoki giperkatexilaminiyaga sabab bo'ladi. Giperkortikositotomiya degani bu kortikosteroid miqdorining ortishi degani.
Giperkatexolamiya esa katexolaminlar, ya'ni yuqorida aytgan adrenalin va noradrenalin miqdorining ortishi. Xo'p, nisbatan chidamli degani organlarning, ya'ni zaxira imkoniyati, o'shalarga nisbatan organlar qanday zaxira sifatida javob berishini tushunishimiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Chidamli bo'ladigan bo'lsa, chidamliga Xo'p, immunitet bo'lishi mumkin, ya'ni immunitet bilan ma'lum vaqt davomida chidamli bo'lib turadi yoki gipertrofiya, giperplaziya va regeneratsiya ko'rinishida bo'lishi mumkin. Gipertrofiya, ya'ni trofik, ya'ni hajmning ortishi, trofik jihatdan oziq hisobiga, giperplaziya hujayralar sonining ortishi hisobiga hajmning ortishi, regeneratsiya hujayraning qayta tiklay olish xususiyati edi. Demak, do'stlar, bugungi mavzumiz patologiyaga kirish bo'ldi va biroz ko'proq vaqtni talab qildi. Mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar, hatto ovozim ham chiqmay qoldi. Sizlardan bunga nimani talab qilaman? Sizlardan esa yaxshi o'qib, o'rganib, izlanishlaringizni talab qilaman. Dangasalik bo'lmasin, yaxshi o'qib o'zlashtiringizlar. Bugungi darsni qanchalik yaxshi tushunsalaringiz, kelajakda ana shu hammasiga yo'nalish bo'lib davom etib ketadi. Men bekorga ovozimni bo'g'ib sizlarga tushuntirmadim. Shunchaki slaydni o'qib ketsam ham bo'lardi, lekin sizlarga tushunarli bo'lsin, fikrlashi oshsin degan maqsadda chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qildim. Ovoz bo'g'uqliklari yoki qanaqadir buzilishlar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman do'stlar. Alloh taolo barchamizning bilimimizni va ilmimizni ziyoda qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.